Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. Yangi O'zbekiston mahallasiga biriktirilgan mahalla bankiriman. Biz qisqacha mahalladagi fuqarolarga mahalla bankirining vazifalari hamda mahallaga ajratilayotgan kreditlar to'g'risida ma'lumot bergan keldik. Qisqacha qilib aytganda, mahalla bankirining vazifasi mahalladagi fuqarolarni, ishsiz fuqarolarni bandligini ta'minlash, ularni tadbirkorlikka jalb qilish, o'zini o'zi band qilgan maqsadda daromadini oshirish hamda maqsadli ko'rsatkichlarga erishish. Bu yo'lda bizga mahalla agentlarimiz hamda mahalla bankiri birgalikda harakat qilaveramiz. Mahallada hozir ajratilayotgan kredit produktlarimiz bilan ozgina tanishtirib o'tib ketaman. Mahallamizda 3 xil produktda jismoniy shaxslarga, o'zini o'zi band qilgan shaxslarga kredit chiqarib beramiz. Bu 3 xil yo'nalishda. Birinchisi 3 yillik muddatga, biznesga birinchi qadam 3 yillik muddatga 25%. Bunda ta'minot sifatida kreditni sug'urtalash mumkin hamda uchinchi shaxs kafilligini olishimiz mumkin bo'ladi ta'minot sifatida. Bu 3 yilga beriladi 25% dan maksimal chegarasi, ya'ni eng ko'pi bilan 25 million so'mgacha berishimiz mumkin. Bundan tashqari mahalla loyihasi kredit produktimiz bor. Bunda 4 yilga 50 million so'mgacha kredit ta'minoti sifatida sug'urta polisini taqdim qilishingiz kerak bo'ladi. Undan tashqari hozir yangi produktimiz chiqdi. Biznesning maqsadi bunda boshqa produktlarga qaraganda imtiyozli davri bor, ya'ni 3 oy imtiyozli davri, maksimal chegarasi 50 million so'mgacha 4 yil muddatga beriladi. Bunda faqat kredit tarixi yaxshi bo'lishi kerak, ya'ni 90+ ta oshmagan bo'lishi kerak. Agar 60-90 ichida bo'ladigan bo'lsa 2 martadan oshmagan bo'lgan bo'lishi kerak. Qolgan hollarda kredit chiqarishimiz bemalol bo'ladi. Agar qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, berishingiz mumkin. Foizi qancha bo'ladi? 4 yillik hammasi 25%. 25%. Chiqarmoqchi edim. Ayollar daftarida turadigan bo'lsangiz, bizda aynan mahalla bank, Turon bankda produktida unaqangi nima yo'q. Ayollar daftari, erkak anaqa u ajratilmagan, imtiyoz yo'q. Hammaga 25% dan chiqarib beriladi. O'zim bank qilganimda kredit chiqarmoqchi edim. Nima yo'nalishga chiqarmoqchisiz? Moshinkaga chiqarganim 5 milliondan uni yopib tashladim. Muddatidan avval. Yana chiqarmoqchi. Hokim yordamchisidan chiqargansizda bundan oldin, to'g'rimi? Sizda quyidagi imtiyoz bor. Agar siz o'sha 5 millionni imtiyozni yopib, Markaziy bank ro'yxatiga o'tgan bo'lsangiz, kirgan bo'lsangiz, sizga 100 million so'mgacha kredit chiqarib berishimiz mumkin. Ta'minot sifatida anaqa sug'urta bo'ladi. Yaxta ochishingiz kerak bo'ladi. Hamda foizlari Mirzobod tumani Yangi O'zbekistonga 22% dan beriladi. 6 oy imtiyozli davri bor. Agar o'sha ro'yxatga tushsangiz, kredit tarixingiz yaxshi bo'lsa. Qizim ham borda, 20 yoshga to'ldi-da. Yakka tartibda magazin ochishim kerak, joyi tayyor turibdi-da. U bo'yicha bankka yuridik mijozlar bilan xizmat ko'rsatish bo'limiga murojaat qilasiz. Murojaat qilgan taqdiringizda, masalan, bizda Turon bankda Welcome kreditimiz bor. U 50 million so'mgacha beriladi. Ya'ni yangi yatib ochganlarga naqd puldami yo tovarga? Naqd pulda beriladi. Agar sizga bundan ham ko'proq kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilsangiz, sizga tartib yo'nalishlarini ko'rsatib, nima qilib beradi. Endi asosiy tovarga deganingizda nima sotib olasiz? Produktda. O'zi aslida ko'pincha aylanmaga bo'ladi. Bu produktda bo'lmaydi, aylanma bo'ladi. Aylanmaga olishingiz kerak bo'ladi. Foizi qancha? Uni murojaat qilganingizda sizga tushuntirib o'tishadi.